Mana o'rnimizdan ham turib oldik. Endi yuz qo'limizni yuvib, yangi maktab tomon yo'l olamiz. Hoppa. Hoppa. Shunday qilib olib, daftar kitob ruchkamizni ham olib olamiz. Mana ruchka, kitoblar, daftar. Qani ketdik maktab tomon. O'zi maktabga borsam shunaqa qizlar oqadi. Xolos shunaqa ketdik. Qani maktab tomon ham yo'l oldik. Maktabimiz uncha uzoqda emas, mana shu yaqin atrofda. Mana shu domdan keyingina maktab borda. Mana keldik. Talpa bo'lyaptim. 2 ga 1 solishyaptim. Boraman nima bo'lsa bo'l. Endi nima qilyapsanlar, ey? Senga nima? Senga baribir emasmi? Nima qilyapsan betiga? Yangi bola shekilli. Nima qilyapsan bu yerda? Kir darsganmi? Aha, xo'p, kiramiz. Mana qo'ng'iroq ham chalindi. Isming nima edi? Mening ismim Og'abek. Marhamat qilib kiring. Sinfimiz. Kirdik. O'sha vappa o'tirib olamiz. Qo'ng'iroq chalinganga hamma kiryapti. O'g'lon bu jonkani. Mayli. Chalg'imiz. Sanlar bilan gaplashamiz. Gaplashaveramiz. Farq yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar bolajonlarim. Hammasi tushim ekan-a. Bir tashqariga qaraychi, nima bo'layotgan? Mayli, yuzimni yuvib chiqay. Mana yuzimni ham yuvib chiqdim. Endi uxlasam ham bo'ladi. Qani bir tashqariga chiqib toza havo olib kelaylikchi, qani. Xullas, tashqari juda go'zal. Assalomu alaykum otaxon, qalaysiz? Alaykum assalom, bolam, qalaysan? Yaxshi, rahmat. Nima gaplar? Shuda sen telefonimni topolmayapman. Mana telefoningiz qo'lingizda-ku otaxon. Hazillashdim. Hazilkash. Shuda sen bolamsan. Bolangizga nima bo'ldi otaxon? Bu endi yo'q. Hamdardman, hammamiz boshimizda bor. Jindimisan, u Rossiyaga ishlagani ketgan. Undan nimaga endi yo'q dedingiz? Men aslida boshqa narsa demoqchi edim, o'zim shuni aytib yubordim. Hazilkash ekansiz otaxon, malades lekin. Bo'pti otaxon, meni ishlarim ko'p. Gaplashamiz. Bo'pti, mayli.